Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bugun biz o'sha Oltiariq tumani Kapit qishlog'iga bir Azimjon akamizni xonadoniga lider navli urug'ini bergan edik. Mana xudo xolasa hosillarga kirib bir qator hosillarni ko'rsatamiz. Mana marhamat, mana shu o'sha lider F1 navimiz. Juda bir mashhur bo'lib ketdi mana shu navimiz. Ayniqsa shu Andijonda Axtachi tomonlarga bergan edim. Asaka Axtachi tomonlarga mana hosildorliklar. Mana hamma ariqlarda. Lekin hozirga bu urug'imiz tugab qoldi. Shu avgustlarda oxiriga keladi xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 2027-yilga mana shu urug'larga xudo xolasa zakaz olamiz. Kalta o'ta bozorgir, hosildorligi o'ta yuqori bo'lgan maydabak bo'luvchi navlardan mana o'ta maydabak. Mana o'sha lider F1 navimiz. Hosildorligini qarang mana. Yana aytganda, xudo xolasa ertadan keyin dushanba kunga shunga o'xshash bitta yaxshi o'sha yoz, kuz fasl tanlamas yangi urug'larimiz keladi xudo xolasa dushanba kunga. Narxi jicha qimmatroq 750 ming chiqadi pachkasining narxi. Agar kimga ma'qul kelsa, mana shunaqangi hosildorlik bo'luvchi navlardan u ham, lekin lider emas. Lider avgust oxirlariga keladi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana. Bu hali bitta ariqda emas-da. Menda bu shu bitta ish yorim bor. Misol uchun o'sha dehqonga uzmay turing, borib video qilib olay demayman. Shunday kelaman, realniy bor narsani olib chiqaman. Hozir yana boshqa ariqlarga o'tamiz. Bitta ariqda turib olay, video qilmayman. Hamma ariqlarda xudo xolasa video qilib chiqaman. Mana. Lider F1 navimiz mana shu. Hosildorligini qarang. Voy janovar. O'zbekistonda bitta bo'lib turibdi mana shu navimiz. O'ta hosildorligi yuqori. Yer hudud fasl tanlamas navlarimizdan. Bu o'sha mashhur bo'lib ketgan lider navimiz. Mana hurmatli dehqonlar. Gullab yotgan qarang, gulni qarang. Endi buni faqat yetiltirib olish kerak xolos. Mana. O'sha virus mozaika deyiladi, o'shanaqa kasallik ham tushgan yo'q. Mana hozir 2026-yil 4-iyul kungi sanasidamiz. Mana. Hurmatli dehqonlar. Hosildorligini qarang, buni janovorda. Hosildorligini qarang, quyib qo'yibdi, quyib. Agar kimga mana shunaqangi sir hosil urug' navlari kerak bo'lsa, bemalol ekranlarga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Xudo xolasa bu lider navimizni men ko'proq shu Andijon, Namangan tomonlarga berdim, o'sha Axtachi, Asaka tomonlarga. Agar siz lider navini ekkan bo'lsangiz, telefon qiling, albatta o'sha manzilingizga borib, shu lider navimizni video qilib chiqaman. Bu nima deyapti bu? Voy, bu janovorni qarang. Allohning bir mo'jizasi-da bu ham. Uni qarang. Hosildorlikda. Bodrini ham ja uzun, cho'zilib, bir beso'naqi bo'lib ketmaydi. O'rtacha o'sha 10 sm, 9-10 sm atrofida bo'luvchi navlarimizdan qarang, guli bilan turibdi. Qarang, endi guliga bir e'tibor bering.
birorta puchi yo'q, o'sha erkak gullamagan yoki bo'lmasam kurutchoy bo'lmagan. Endi faqat bunga ozuqani berib, xudo xolasa yaxshilab uzib olish kerak xolos. Ona qarang. Hozirgi bugun 2026-yil 4-iyul sanasida bodring narxlari mana shunaqangi bodring narxlari 7000 bo'ldi. Bozorda Oltiariq bozorida. Mana hosildorlik. Buni qarang. Buni qarang. Buni qarang. Qarang, birorta puchi yo'q, erkak gullab bormagan. Hammasi mevasi bilan ushlagan. Bu o'sha hudud tanlamas, fasl tanlamas navlarimizdan. Hurmatli dehqonlar, xudo xolasa bundan yana boshqa urug'larim, navlarimiz ham bor yoz oyiga. Bizdagi urug'lar mana shunaqangi garantiya beramiz.